Assalomu alaykum hammaga. Hozir faqat mavzu futbolda. Zuboni O'zbekistonda. Chetda o'tirib olib, futbol ko'rmaydiganlar, futbolga qiziqmaydiganlar negativ yozyapti. Basketbolga qiziqmaslarni nima qilasanlar yozib. Bolalar zo'r o'ynayapti, yomon emas. Kolumbiya bilan bo'lgan o'yinda to'g'ri hayajon bo'ldi. Birinchi marta mundialga chiqishimiz. Kolumbiya ritm bo'yicha 13 yo 14 o'rinda turadi. O'zbekiston esa 50 o'rinda. 50 o'rinda turgan O'zbekiston, xudo xolisa, ularga qarshi munosib o'yin qildi, gol ham urdi. Yutqazsa ham, lekin munosib o'yin bo'ldi, yaxshi. Endi kamchiliklar bordir. Men tushunmayman futbolga. Men negativchilar yozyapti, u uyda yutqazardi, baloydi, battar edi. Ertaga Portugaliya bilan bo'ladigan o'yinda Portugaliya reyting bo'yicha 5-o'rinda turibdi. Xudo xolisa ularga ham munosib o'yin ko'rsatadi. Yaxshi o'yin bo'ladi, chiroyli o'yin bo'ladi. Lekin O'zbekiston, Zuboni O'zbekiston nimaga qodirligini ko'rsatyapti. Men ko'rib hayron qoldim. Ikkinchi bo'limda juda zo'r o'yin bo'ldi. O'yini yaxshi bo'ldi. Nima demoqchiman, sal xatolar bo'lishi ham mumkin. Men tushunmadim, lekin juda chiroyli o'yin qilishdi, kuchli. Men Portugaliya bilan anaqani o'yinini ko'rganimda juda shiddatli o'yinlar bo'ldi. Shiddatli o'yinni men qo'rquvdim. O'zbekiston bilan qanaqa o'ynaydi? Yo'q, o'ynar ekan. Xudo xolisa o'ynar ekan. O'yinlarni ko'rsatishadi. Xullas, O'zbekistonga balet quramiz, xudo xolisa. Baribir O'zbekiston nimaga qodirligini ko'rsatyapti bo'ldi. Yomon emas. Bu o'yin bilan biz Manaman degan klub, Braziliya, Argentina, Meksika yoki Yevropa klublari, loboy klublari bilan bemalol o'ynaymiz. Hech qanaqa yomon joyimiz yo'q, ulardan kam joyimiz ham yo'q ekan. O'yinlarni chiroyli ko'rsatyapmiz. Mana Rossiyadan, Qozog'iston, boshqa esingi davlatlardan yutqazsa, bizlar Zuboni O'zbekiston to'g'risida juda yaxshi, chiroyli so'zlarni gapirishyapti. Ular ham mana balet qilyapti. Xullas, Abbos uka Fayzullayev, men eshitayapsanmi ukaginam? Tarixga kirdigan birinchi gol urgan, jahon chempionati birinchi gol urgan ukajonim, tarixdasan. Bu yoqqa endi mana Shomurodovlar va boshqalar xudo xolisa to'p kirgizadi. O'yinlarni kutib qolamiz. 23-da bo'ladigan o'yinga tayyorgarchilik ko'ramiz. O'zbekistonga balet qilamiz. Olg'a O'zbekiston, faqat olg'a. Munosib o'yin, hammasi zo'r ketyapti, yomon emas. Xudo xolisa yutamiz biz. Tarixda yomon ism va Zuboni O'zbekiston yomon narsa qoldirmaydi. Faqat olg'a, ishonamiz sizlarga. Zo'r o'ynasanglar bizga murabbiy ham kerak emas. Bolalarning o'zida gap. Kelishib, munosib o'yin ko'rsatasizlar degan umiddamiz. Olg'a O'zbekiston.